Xitayparast jurnalistlarning Sharq Turkiston ziyarati kuchli norozilik qo'zg'adi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta bu Turkiyadan bo'lsin, dunyoning har qaysi joylaridan bo'lsin, bu hiyligar Xitoylarninki shundaq o'zlarining tepini chaladigan so'zli tirnoq ichida jurnalist yoki muxbir degandeklarni ömek şekilde orunlaştırıp mayli İslam dünyasından olsun bunu pat toxtavsız halette devam kılıvatıdı. Bu qatim Türkiye'den bir türküm atalmış muxbirlar, atalmış axbaratçılarını teşkillep bizim vatanımız Şarkı Türkistan'a ziyarettin keyin Türkiye axbaratlarida bularning bergan ifodaları g'ulg'uliq qo'zg'allik sababli 27-iyul Türkiye'deki Sharq Turkiston inson haqlarini ko'zish tashkiloti İstanbul'daki şu Türkiye Xitoy do'stlik vaqfi, yani bu ishxonasining oldida İstanbul'da namoyish o'tkazib, mazkur tashkilotning yetakchiligida Sharq Turkistonni ziyorat qilayotgan turkiyalik Xitoyparast axborotchilarning saxtipaz tashviqotlariga norozilik bildirdi. Bu vaqfning oldida inson haqlari, Sharq Turkiston inson haqlarini ko'zish tashkiloti. Namoyishchilar zulmga ko'z yummaslik, zolimga yantayoq bo'lmaslik haqida shuarlar to'ladi va axborot bayonotida turk muxbirlarini haqiqatni ching turishga va obyektiv bo'lishga chaqirdi. Bu chaqiriqlarga quloq solamdi. Albatta bu bag'an muxbirlarning suratlaridan tortib hammasi ijtimoiy fikr vositida keng tarqaldi. Herkesme ularning quloqiga kirishi, bundan o'ylanish, his qildigan tipdeki insanlar emas albatta. Lekin bular bu xalqimiz ham bu tashkilot qilishga tegishli ishini qilgan bo'ldi. Hatto Türk tashkilotlari mubatibiyada so'z qilganlarning orasida, demak, o'zining qalamini, o'zining vijdonini, hamma narsasini Xitoydan kelgan bir manfaat uchun sotgan bu atalmış muxbirlar degan bu maxluqlar Xitoyninki ziyofati bilan bütün beriş giriş aeroplan biletlerden tartib hammasi u yerda butunlay yolg'on o'rinlashtirilgan ziyofat dasturxonlari, chiroyli, go'zal, xo'shal xo'ramliq yerlarga apirib oldin ola tayyorlab qo'ygan bu maydonlarda ularni bir mast qilib o'tib, ko'rganlarga hang-tang qilishib, bu Uyg'urlarni shundoq gullik gülistonlikning ichida xotirjam yashab o'tibdi. U ketdi, bu ketdi deb. Hatta ki bu atalmış muxbirlarning ijtimoiy fikr vositalarida kelgandan keyin e'lon qilgan har bir so'zlarga Türkiye'deki nurg'un vijdonliq Türk xalqimi ijtimoiy fikr vositalarida bularni til haqoratga ko'myapti aslida. Aslida vijdon bo'lsa bularda o'zining kasb axloqi degan narsa bo'lgan bo'lsa, shu xalqning Türk xalqining yozgan inkası qarab bo'lsa-mu, aslida yuyayotgan bo'ladi yoki nomus qilgan bo'ladi. Ammo qilchilik unda bir nomus yo'q. Yana hechqachon olmasdan ekranlarning oldiga chiqib o'xshash holatda ishdan bo'lmagandek so'zlayoladi. Bu muxbirlik kasbini davom qila oladi. Ammo bu mana shunday bularning yuziga sezilgan bir qora iz bo'lib mangu qoldiganligi aniq hamda bularningki vatanga berib, Sharq Turkistonga berib, Xitoyninki tepini chelib kelganligi. Albatta bu masaladan keyin, bularningki atalmış bu muxbirlarning masalasidan keyin oldingi Sharq Turkiston sayohatnomasi nomida kitob yozgan Türk yozuvchi, mustaqil tadqiqotchi Taha Qilinch Yangi Shafaq gazetida maqola e'lon qilib, albatta hammalar bilsizlar, bütün Türkiye'de hatta Avrupa devletlerinde hazır şu kitabı hakkında leksiyadan so'zlayotdi. Kitabı qanchilgan qatim besildi. Çünkü amaliy berib her bir, çünkü Xitoy yetlab bormadi bunun qo'lini. Ama o atalmış muxbirlarni Xitoy hammasi burnidan tutib apirib, nagadir shu yerga apirib, 1 minut erkinlik yo'q ularga, xolig'ini ko'rsatib keldi. Ama mavo qandoq kirganligini bilamiz. Mana shu hatto Uyg'urlarimiz bilan suhbat qildik shu vaqtida nurg'un xalqimiz keldi. Bütün Türkiye, Avrupa, Balkan devletlerinde söyleyevatılmış kitabı hakkında qanchilgan qatim besildi kitap. Nayeti alqışqa erişip net 100 ming parça hakkında besilyotdi kitapları. Yani çünkü hakikatini resimleri bilen net 100 parça şu kitapning ichida resim var. Ashlar bilen her bir ko'rgan narsalarni aniq, eng yangi
ma'lumotlarni bildirganligi tilga olganligi uchun bu alqışqa erişiyotdi. Bu kishi Taha Qilınch Yangi Shafaq gazetasi maqola e'lon qilib, Uyg'ur faoliyatchilariga parallel holda Xitoyparast turk muxbirlarini tanqid qildi. Hem Uyg'urlar tanqid qilyapmiz, hem bu tanqid qilib, Xitoyni maqtab yezayotgan turk muxbirlariga Xitoyning yegizib ishkizayotganligini, ya'ni butun chiqimini ko'tarayotganligini tilga olgan Taha Qilınch haqiqatga ko'z yumgan va zolimning depini chalgan bu muxbirlarni numussizlar deb aybladi. Haqiqatan buni shu oxirigacha loyiqda bu so'z asli ularga. Mazkur muxbirlarga 9 savol qo'ygan Taha Qilınch ularning ziyorat davomida biror Uyg'ur bilan xoli uchrashib boqmaganligi, namoz vaqtida masjidlarga kirib boqmaganligi, ko'chada o'ralgan ayollar, soqol qo'ygan kishilarni ko'rib ko'rmaganligini, haqiqatga kelganda ko'zi ko'r ekanligi, ilgirki yillarda bularning Suriyani ziyorat qilib, bomba yig'ib turgan Suriyani güllük gülistanlıq deb tasvirlab, Bashar Asad rejimini qo'llaganligini eslatdi Taha Qilınch. O'ylab qo'yaylik. Aslida sen muxbir bo'lsang, haq ko'rmaganni ko'ra olishing, his qilmaganni his qila olishing kerak. Burningdan naga tatib, nimani ko'rsatsa shuni rasmga tatib, og'zingni ichib qilib, hang-tang bo'lib kelmaysan aslida, vijdoning bo'lsa. Taha Qilınch O'rta Sharq va Osmonli tarixida mutaxassis bo'lib, u o'tgan yili Sharq Turkistonda xufiyona va mustaqil ziyorat qilib, yuqorida deganimdek, Xitoyning saqt tashviqotlarining hammasini ichib tashlaganligi bilan tunilgan bir kishi. Hali ham uningki bu kitobi dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan turk xalqiga, hatto boshqa tillarga tarjima qilinganligini yaqinda uni ko'ryapmiz. Hatto inglizchasiga tarjima qilinib chiqqanligini qaysi kuni Taha Qilınch apandi o'zining ijtimoiy fikr vositalarida e'lon qilgandi. Har xil tillarga tarjima qilinyapti hozir. Demak, mana bu shunda bir Xitoy bilan bo'lgan kurash davom qilyapti. Bu numussizlar hali ham hech bir xijil bo'lmasdan, numus qilmasdan o'zining ta'tir tashviqotini davom qilyapti. Uningga aldanayotgan, setilgan kishilarmi davomli chiqib turyapti har sohadan. Tegishli javobini e'lon qilyapti. Kurash mina davom qilgan gapimdi.